Abdulaziz aka, bilsangiz, BYD chempionlarning hadovi tez to'qinlab ketadi. Shunga qanaqa yechim bor? O'zi to'qinlab ketish sababichi ko'p stabilizator tagiga ketib qoladi-da, hadovoyda oldida. Ko'pchilik BYDchilar biladi buni. Keyin amortizatori ko'proq haydab borsa, tez ketib qoladigan narsa. U taxminan aralashtirishni necha pulga tushadi? Hop, taxminan emas, aniq ma'lumot aytamiz. Hop, 4 ta amortizator mashinani yumshoq qilish uchun $200 ketadi. Tiaga bo'lsa 100 ming so'mdan 200 ming so'm ikkitasi. Xitoy mashinalarining orasida eng yumshoq yuradigan 3 ta mashinani ayting. Bu qiyin savol bo'ldi. Mayli, tanlaymiz, ko'p mashina keladi. Gakayoni birinchi o'ringa qo'ysam, menimcha xafa bo'lishmasa kerak. Ikkinchi o'ringa lekin Depalni qo'yardim. Uchinchi o'ringa Honji yoki BYD obunachilar o'zi kommentariyaga yozib qo'ysin. Keyingi savolimiz, elektromobillarning reduktor moyini har qanchada alishtirgan yaxshi? Reduktor moyi o'zi kitobida 30 ming yozgan. Lekin ko'pchilik reduktor g'uvlab kelyapti, strushka bo'lib ketyapti. Iloji bo'lsa, motor moyi almashtirishganda baribir hamma DVS haydagan, benzin. Har 10 ming almashtirishdan o'ziga foyda. Abdulaziz aka, oxirgi savolim, shu sohada ishlayotganingizga necha yil bo'ldi? 10 yoshimda shogird bo'lib tushganman. O'zimning tog'amni uchilovliga ham usta bo'lgan. Hozir 31 yoshga to'ldim. Shu paytgacha shu sohadaman. 21 yil bo'ldi menimcha. 21 yil. Elektromobil bo'yicha qanaqadir qiziqarli savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shunaqa o'zini ishini ustalaridan javob olamiz. Mabodo sizga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Avtodoktorga kelaverasizlar.